Endilikda uy-joy oldi-sotdilari naqd pulsiz amalga oshirilishi mumkin. Bu haqida Senat yig'ilishida Soliq qo'mitasi o'rinbosari ma'lum qildi. Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Mubin Mirzayevning aytishicha, yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash doirasida prezident qarori loyihasi ishlab chiqilgan. Hujjatda ko'chmas mulk savdosidan boshlab yirik shartnomalar faqat bank orqali amalga oshirilishi nazarda tutilgan. Qayd etilishicha, bu tartib qonun to'lovlarini rag'batlantiradi va iqtisodiyotni oshkora qilishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda uylarning narxlari fundamental qiymatga nisbatan 17% yuqoriroq bo'lgan. O'tgan yili 329 mingta uy-joy sotilgan. Bu 2023-yilga nisbatan 2,2% kamroqdir. Mazkur pasayishga ipoteka olishdagi cheklovlar va bozordagi narxlarning qisman reallashuvi sabab bo'lgan. 2023-yil yakunida mamlakatda jami 7,5 millionta uy-joy bo'lgan. Bu aholining har 5 nafariga bittadan uy-joy to'g'ri kelishini anglatadi.